Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qiziqarli o'yin o'tkazamiz. Men Flip Up dasturi yordamida barabanga 1 dan 12 gacha sonlarni joyladim. Har bir son uchun qog'oz tayyorlab va uning orqa tomoniga hayvonlar nomini yozdim. Talabalar barabanni aylantirib, chiqqach rasmdagi qog'ozni olishadi va undagi hayvonni imo ishora orqali ifodalashadi. Qolganlar esa bu hayvonni topish kerak. Keling o'yinni tomosha qilamiz. Sen kimsan? Kakasi, qaniydi ajdaho jangchisi. Men ushaman! Allohu